Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Grand Mobile o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Muammo problemalarni unutinglar va videoni tomosha qilinglar. Unda qani ketdik. Xo'sh, mana Arzamas shahrida spawn bo'ldik. Skuterni olamiz, ketamiz bu yerdan. Parkovkaga borib mashina olib, sakon to'xtanglar, birinchi moyinga kiradi. U kakras 66 ta bo'libdi. Hozir bu yerdan mononi o'ynashimiz kerak. Ovoz eshitilyapti. O'tib ketamiz. Qancha kutdim bu bosqich tugatib olishdi, akalar. Yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Qarindosh urug'lar yaxshimi? Ota-onalar yaxshimi? O'ynab boshladim videoni. Mana bu yerda bitta bratga o'tdik. Mayga o'tsak, Monovi yo'q, bu ochilmaydi. Nariga ochiladi. Hozir ko'rsataman. Ochildi-yu. Mazza. Endi to'lka mashina kuchaytiraman. Ketdik. Kambag'al bo'lgunimcha kuchaytiraman. Yana bitta kuchaytirsam 1 so'm pulim qolmaydimi? Ana. 140. Akalar, mazza-yu 140. Просто kayf 140. Va mayerga o'tganda mashina tanlashga mononi qo'yib qo'yaman. Uchamiz akalar, endi uchamiz. Endi rostdan uchamiz. Desam, nariga o'tib ketaman deyapti mendan. O'tolmaydi bu akalar, o'tolmaydi shaninglar. Ko'ryapsizlarmi? Top 1ga chiqamiz, top 1ga. Top 1ga emas, lekin reytingda yuqori o'ringa chiqamiz. Musobaqalar 4000. Zatomatda 61-o'rindaman. Mana 50-o'rindan pastga tushib olishim kerak. 200 gold bilan mashina beradi. Kayfda bu. Mazza qilib o'ynaydigan o'yin. Yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Deyman yana. Hop. Hozir parkovkaga boramiz. Yangi bergan mashinasini olamiz. Vaqtinchalik donayimga. Vaqtinchalik bo'lmagan sotib yuborardim. Mercedes Brabus. Keyin kolleksiya ham ko'rsataman mashina. O'shakalar. Iltimos obuna bo'lib qolamiz. 437 ta bo'libmiz. Niyat 500 ta. Eng katta niyatimiz esa 1k. Bo'la olamizmi yo'qmi bilmayman lekin. Agar sizlar podeshka qiladigan bo'lsanglar, like obuna bo'ladigan bo'lsanglar, albatta bo'lamiz. Va qani yangi mashina? Mercedes Brabus. Qaranglar mashinalarim. Maserati Quattroporre degan mashinam bor ekan. Bu mashinani Thomas degan bratimiz bor. Ashaka bergan, katta rahmat aka. Zakonniy mashina. 07 Mercedes elektromobil, Mercedes-Benz banan, mash banan. 07 Nissan Skyline R33, 07 BMW 2 Competition, Morse deyman, Ford Mustang, 07 Ferrari akalar, Ferrari bor, ko'ryapsizlarmi? Velosiped Ferrari. Aston Martin bor. 07 va monotin qurg'ur bo'ldi. Boshqa hech narsam yo'q. Voy va monon chiqarib qo'ygan qaranglar. Hozir tuning qilamiz buni, tuning. Narx qancha ekan? Gos narxi 7,5 million ekan. Nechi chiqadi bu?
To'xtanglar, nimadirki. Assalomu alaykum. Nima kerak endi menga? Pul bering, pul berib. Zakonni ish qilamiz akalar. Odamlar Tish mashinamdan pul so'raysan. Ishla, men ham itda ishlab topganman. Tak. Sal nito bo'lib qolding, mayli. Stilga o'tamiz. Mashina. Yo'q, mana. Qora. Zakonni. Keyin shina hayotda olmayman. Tagiga manaqa lampochka kerak emas. Manaqa qo'lim. Ko'rinmayapti. Hop. To'xtanglar. Vinilnimi? Nimaligini bilmadim, mayli. Hop. Bo'yoqlar. Mana bo'yoq qo'yish kerak, mayli. Nitro qo'yamiz. Qo'yildim. Yo'q, qo'yilmadimi? To'lash. Hop. O'rnatish. To'xtanglar. Dijoq. To'lash. Bo'ldi. Zakonni akalar. Menga yoqdi masalan mashincha. Yurishi yaxshi. Shu marta nito ekanda mana shunaqa yo'q. Katta parkovkaga qaytib mashinamni qaytarib olaman. Oldingi mashinam yaxshi ekan. Voy, blat. Uzr, so'kinganim uchun. Hop. Oshib tushamiz. Mayga kelamiz. Tog'a bilan gaplashamiz. Qilamiz. O'tamiz. Pastroqqa tushamiz. Ford Mustangni olamiz va auksionga kiramiz. Va bu yerda stavkam turibdimikan? Yaxshi. Hamma bir-biridan pul so'rayapti. Ishlaylar, mana men ham mashina sotib, uy oldi sotish bilan shug'ullanib 12 million yig'dim. To'g'ri 15 million. Tuzatishni to'xtatish, boshimga yuraman, yetar. Hop. Qayga ketgandek kattaga aylanamiz. Play o'yinni ko'rsatib kelaman. Qanaqa o'yinligini, nimalar bor bu. Qanaqa ishlar bor. O'z hozirgi o'tib ketgan yerimiz больница. Bu yerda ham ishlasanglar bo'ladi, pul topsanglar bo'ladi. Va bu tarafdagi esa vertolyot chaqiradigan yer. Samolyot bo'ladi. Bu yer pochta, sotib olgan narsalar shu yerdan olasizlar. Bu yoqda uylar, boylar qo'ltig'i degan yerlar. Bu zapravka, yo'lni tozaligini ko'ryapsizlar. E'lon. Bu ham endi boylar uchun emas. Haligi qanaqa desa bo'ladi bu uylarda? 350 ming turadigan uylarda. Auksionda omadingiz kelsa olasiz shunga. Bu yer armiya, masjidda ishlayman o'zim. Hop. Matta restoran, kiyim olib-sotuvchilar, ko'prik. Tanishtirib chiqamiz akalar.
Grant o'yna dedinglar. O'ynadim mana. Bank bu yer. Uylar bor bu yerda ham, restoran. Vokzal, bu parkovka. Hop, bu yerda dalnabo'shiklar, furachilar, bu yoqda avtosalon, elitniy, bilmam, o'rtacha elit. Aniq bilmayman. Davom etamiz. Hop, to'xtayman, biladi. Uzr. Hop, bu yoqqa kirganimizda bu yoqqa yuramiz. Biladi. Yana shundan bo'pti. Hop, yurganimizda qarab turibsizlarki, Kazino o'ynasanglar bo'ladi. O'ynasini misin? Grand Kazino deb qo'ygan nomini. Mana brat uydan tortib hamma narsasini yutkazyapti. Balki yutyapti. Mana onimdan 0 ekan. Endi siqilib qaytib ketamiz. Va matda yana 49 minut o'ynasam tekin keyin solaman. Hech ashetani qimmat mashina ham tushira olmadim. Keyin odamlar vertolyotlar tushiryapti. Menchi maska, musor, kerak narsalar bilan qutulib qolgan. Bitdilar. Odamlarda nima kam yerim bor. Men yerdan onangga lisenziya olasan mashinaga. Pravo olasan. Tur. Voy gala. Voy bo'ldi bu yog'i. Deb bosaman. Transportni ta'mirlash ketdik keyin. Hop, hozir kvartirani sotishga harakat qilib ko'ramiz. Joker degani bor ekan. Men yurgan shahar arzamas, bu arzamas politsiya, eng katta politsiyaxona. Bu hukumat sizga qurolga lisenziya beradi, qamoqdan ozod qiladi, prokurorlar, advokatlar, hammasi shu yerda. Hokim. Va biz bozorga keldik. Shu yerda bozor qo'yishgan, Yo, men keldim eshikdan. Mehmon kelsin. Eshitmon. Nikina qaraylar. Hop, qichqiriq. Kvartira sotiladi. Interyer 3. Verstak bor. Narxi 2 kk. Bo'ldi. Oladigan chiqqanlari kutib turamiz endicha. Ey, kvartira sotaman. Eshityapsizlarmi? Kvartira bor. Soatiga ham bera olamiz. Fazaks bilan. Bezaks qo'ymaymiz. Ey. Kvartira sotiladi. Yo'q, kvartira bor. Voy. Kechadan beri sotolmayapman, mana shu kvartirani. Voy, kvartira bor. Voy, u kim oladi meni kvartirani? Mo'timada qarab turaylik, qana. Mashinalar bor ekan. Narxidan itarzan.
Mana mashina bor ekan, narxi 1,5 million ekan. Ford Mustang. Hech narsasi yo'q. Belam, Karevali yanvaram deb boshlaydi. 25 million o'zim narxi. Kvartira sotiladi. Yo'q, kvartira sotiladi. Yo'q, kvartira sotiladi. Mana shu kvartiramni reski tezroq sotarishim kerak. Jonga tegib ketdi. Bratlarga. Kvartira sotiladi. Kvartira sotiladi. Kvartira sotiladi. Kvartira sotiladi. Kvartira. Qo'yag'iga oldimmi kvartirani bo'lmasa? Sota olmasam, To'xtanglar, bitta mashina bor, ashuna olib kelaman, sotib yuboray. Yo'q, sovg'a-yu. Sotib yuborsamchi? Yo'q, brat sovg'asi. Aman. Ketdi galanamiz. Hop. Nasıl Grand iyi onang büyüğünü hop derkense getirmiş. Sizlerde Rossiyadagi Qizil minora bor, Qizil devor. Rossiya markazi, Moskvada. Voy. Ashega boraman. Nima deylardi? Короче, ashida. Hozir borganda ko'rasizlar va kommentariy yozib qo'yasizlar nimaligini esimdan chiqib qoldi. To'g'risini aytib esimdan chiqib qoldi. Hop, bosamiz. Hozir armiyada ishlayman. Forma kiyolmaymiz, chunki bizda lider almashyapti. Yaqinda yuqori tarkibga xarita ochiladi va yuqori tarkibga xaritaga yashayman. Agar qabul qilinsa, mana aytdim. Benzin qilib olay. Kimnikigina shu it toppasi yerdan olgan. Mana Qizil minora. Krasnaya. İçeriye giremiz. Mana Yeppala. Assalomu alaykum. Ko'ryapsizlarmi? Zakonni yer.
Hop, bu yoqda ko'ryapsizlar, bu ham qanaqadir minoracha. Tarixni o'rganaman, qiziqaman, lekin nomini bilmayapman buni. Bu davomi. Ko'ryapsizlarmi? Ey, laylar. Zakonniy o'yin bu. Grand Mobile zo'r o'yin, просто o'ynashni bilish kerak. Ketdi boshqalarni ham ko'rsataman. Yo'limizda Tesla zavodi. O'zimizni Tesla yaratgan. Hop. Bu yoq Litkarino. Слишком tinch yer, lekin mafiyaga zo'r yer bu. Vashcha tinch yerda bu yerdan tinch yer yo'q akalar. Qatta bor bu yerdan tinch yer. Ketdi mashaga boramiz. Qiziqdim Nashetdan momonligiga. Men qadam o'zi. Hop. Adashib qoldim. Uni ineyim gör. Bo'ldi, to'g'ri ketyapmiz aka. Yeb bilet. Ikkita yo'l burilgan. Ay, ketdi mashaqqa. Tushunmadim hech. Uning to'g'ri yur, dappa. Opa ben. Jon yetedi. Şimdi remont qilib. Mana shu tarafdan to'g'ri yursam, o'zim kerakli tarafga chiqaman ekan. Opa. Bu yoqda ham uylar bor ekan, Kirib ko'raymi? Lekin uy ham vashsha tinch yerdan ekan, akalar. Bu mana shu yerda uy bor ekan. Ko'ramiz. 504-uy. Auksion 504. 504-uy. Qadasan. Menga narsa kerakli yerdan ekan, Sotilmaydimi bu? Elitni ekan uy.
O'taylar garajni ko'ray. Ha, pashshali yo'qol. Zakonli uylar bu. Подполковник Surob Ankarning Samir 66 ni hibsga oldi. Zakonli o'yin akalar. Voy bella. Молодец o'zimga. Admindan yordam so'radi. Admin yordam. Mana suvni ichida. Ay, shoshilindik kelib, ko'rmayman. No yana. Chiroyli akalar. Like obuna bosinglar. Admin o'lib qolganmi? Sizga yordamga shoshilyapman dedi. Tosh deb sizga. O'zim qiynalib chiqdim mana shu yerdan. Bo'ldi, kerak emas yordamingiz. Shuna deb yozib qo'yay, kuzatayotganmiz. Adminlarga hayronsan. To'xtanglar, sersani chekiramiz. Mana. Shershemayo. Bo'ldi. Akalar, xo'sh, bitta gap aytamiz. Shu yerda videoda o'z nihoyasiga yetkazmoqchiman. Videoda tomosha qilganinglar uchun kattakon rahmat. Like obuna bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar akalar.